Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi pritsep seximizdan yangi zakaz pritsepimiz topshirilyapti. Bir hafta oldin Toshkent viloyatidan Elbek do'stimiz zakaz berdilar. Elbek pritsep ma'qul bo'ldimi sizga? Ma'qul. Yaxshi. Chiqqanidan amalda bo'ldi. Pritsep qayerdan ko'rdingiz buni? Deb YouTube'dan ko'rib, To'roy Bechaydan beri tuzatdim. Zakaz qildim, bir haftada mana chiqib keldi. Bunga bitta sizga ma'qul bo'lgan tomonini men 4-5 ta sexni ko'rdim. Shuning ichidan sizni tanladim dedingiz. Bizda eng birinchi shikayatimiz muhimda. Bizda foydali qismini ko'rgan bo'lishimiz kerak. Resurslari 53 ming resursni ushlab turib, instrumentalab qo'yiladi. Yana nimaga? Birovi turbaga ko'rgan bo'lsangiz qancha chiroyli bo'lib, Quvvatni borib o'rnashtiradi. Ana shu yerlar ustunlik tomonimiz boshqa sexlarga qaraganda ustunlik tomoni Hamma tomoni ustunlik ko'p. Ustunlik ko'p. Endi yaxshi kunlarga buyursin, yaxshi kunlarga ishlating, salomat bo'ling. Sizga rozi bo'ling. Mayli, siz ham bergan pulingizga rozi bo'ling, yaxshi kunlarga ishlating. Hurmatli yurtdoshlar, mana takliflarni qilib berdik. Qamaz sharovilardan qo'yib berdik. Elektromontajlarni qilyaptilar. Xudo xolasa bu pressingimizga bemalol 3 tonna ham yuk bossa bo'laveradi. Yana buni afzallik tomonlari mana chorva mollari yurib chiqish uchun o'zi pastga mana bu orqa eshik pastga ochiladi. Yarim kril holatda bo'lgan bu. Ichkarilariga yarim kril ichkariga chiqqan, yarim kril tashqarida qolgan. Bemalol chorva mollari o'zi yurib chiqsa bo'laveradi. Uni tezli variantda qilib berdik. Bunga bemalol ikkita ort ochsa ham bo'laveradi. Ikkita ort bemalol ketadi bunga. Narxlarni ham arzon qilib berdik. Yana bitta bizlar yangiligi Amon Trail Instagram sahifamizga obuna bo'lib 5 ta o'rtog'ini atletka qilib 10 ta do'stiga jo'natib qo'ygan har bitta mijozimizga agar pritsep xarid qiladigan bo'lsa 1 million bonusimiz bor. Undan tashqari farqoplarimiz, elektromontajlarimiz bonus bo'ladi. Ichkarida ham tayyorlangan, zakazga tayyorlangan pritseplarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ichkaridagi pritsepimiz 2,5 ga 1,5 razmerda bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, mana resorlar traktorning teleskasining resoridan mana strumenkalarga e'tibor qilamiz. O'zbekiston bo'yicha bunaqa strumenkada qiladigan joy yo'q. Bizlar 10 yillik ish faoliyatiga egamiz. Chunki bizlarda eng birinchi sifat muhim bo'ladi. Mana bu svarkalarga e'tibor qilinglar o'rtoqlar. Mana stupistani qanday joylashi. Bunaqa joylashib, bunaqa mustahkam qiladigan pressep sexni topishlari qiyin bo'ladi. Chunki bizlar 10 yildan beri ishlab chiqarayotgan bo'lsak, biza sifat orqali tanilganmizda. Mana bu yerda bitta yarim kril asosida 2 mostlik pressepimiz bu zakazga qilinyapti. Bular ham gazon resurslaridan, juda baquvvat resurslaridan. Kimgadir Damas resursidan kerak bo'lsa, mana Damas resurslarimiz mana yerda mana orqasida qolib ketgan. Damas resurslarimiz ham tayyor. Kimga Damas resursidan qilish kerak bo'lsa, kimga baquvvatroq bo'lsa menga yukni ko'proq ortaman deganlarga gazon resurslaridan, traktorning teleskasi resurslaridan ham qilib beraveramiz. Tashqarida ham tayyor pritseplarimiz bor, ularni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Toshlar mana tayyor pritseplarimiz ham bor. Mana ichida birinchi pritsepimiz sotildi. Mana ular xudo xolasa egasini kutib turibdi. Amon Trail Instagram sahifamizga obuna bo'lgan har bitta insonga, boyagi pritsep oluvchilarga boyagi shartimiz 5 ta o'rtog'ini atmetka qilib qo'yadi, 10 ta do'stiga jo'natadi. Keladi, shartlarini ko'ramiz, layklari bosib, obuna bo'lib jo'natib qo'yamiz. Agar har bitta shartimizni bajargan obunachimizga 1 million aksiya xudo xolasa ko'rasizlar, kelib uchrashganda 1 million aksiya qilib beramiz. Shartlari telefonda kelgandan keyin bir qator tekshiramiz. Shuning uchun 5 ta o'rtog'ingizni atmetka qilib 10 ta do'stingizga jo'natib qo'yish shart bo'lgan bo'ladi. Pritseplarimizning ichida har xil razmerlarda 1 mostlik, 2 mostliklari ham bor. Ya boya ko'rsatib o'tdik, ichkarida har xil tayyor pritseplarimiz, zakazga tayyorlanayotgan, xudo xolasa yangi sex ochganmiz. Buni ham bir hafta ichida tushib qolamiz. Ishga tushib qoladi bir hafta ichida. Xudo xolasa katta massada ishga tushadi. Ko'proq ishlab chiqarishni, sifatli ishlab chiqarishni yana sifatini oshirishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa elimizga, xalqimizga chiroyli xizmat qilamiz degan umidda ish boshlaganmiz. 10 yil bo'ldi. 2016 da Xorazmda ish boshlaganmiz.
2026 bo'ladigan bo'lsa 10 yildan beri pressip ishlab chiqaramiz. Sifat bizlardan muhim bo'ladi. Bemalol kelib sifatni zo'r olaman, pressip olaman deganlarga bemalol tavsiya qilamiz. O'rtoqlar, yurtdoshlar, mana har bitta narsani bir ko'rib so'm qimmat bo'lishi mumkin, lekin bizlarda mana profillarimiz juda qalin. Ba'zi joylarda olyaptilar. Xodovoy qismi 3 oydan keyin, 6 oydan keyin charchab qolayotgan joylari ham bor. Bizlarda birovi turbadan, boya ko'rib o'tdingizda, birovi turbadan qilingan postlari. Profillarimiz ham juda qalin profillardan bo'ladi. Masalan, qalin bilan yupqa profilda bitta pressipga 500-600 ming so'm farq qilishi mumkin. Lekin bu 500-600 ming so'mga pulidan kamaytirmaymizda, sifatiga e'tibor qilamiz. Bemalol Xudo xolasa qo'ldan kelganicha xalqqa chiroyli qilish xizmatimiz qilish